Assalomu alaykum. Bugun dam olish kuni Samarqandga dam olishga ketyapmiz. Kecha men hamma uy ishlarimni qilib, ya'ni kirlarimni, uy uborkalarimni qilib, bugun yakshanba 12 aprel 26-yilda dam olaman deb ertalab choy ichib o'tirsam, opam menga qo'ng'iroq qilib, Samarqandga bormaysanmi deb qoldilar. Men bir ovozdan borishimni aytdim va 9larda bizlar opam, xudo xola, rulda jiyanim Samarqandga yo'l oldik. Opamning katta o'g'illari ish yuzasidan Samarqandda turadi va ishlaydi. Biza borguncha kelin-mulomiz 3 ta farzanddan ortib shiringina qo'lbola oshcha qilib o'tirgan ekanlar. Mazza qilib oshni yeb olib, bir muddat dam oldik-da, Albuxoriga aylanishga yo'lga chiqdik. Shu payt bir chekkada bilmayman, hindistonliklarmi yoki pokistonliklarmi studentlar shekilli, ularga o'zimizda tilda gapirdik, ular o'zini tilida gapirdi. Bir-birimizni tilimizga tushunmadik va kulib bir-birimizga paka-paka deb qo'l siltab o'tib ketdik. Mana biz Albuxoriga keldik, Samarqandga. Bugun dam olish kuniga. Mana Albuxoriy. To'g'risi, men Albuxoriyga birinchi marta borishim. Juda chiroyli joylar ekan. Odamlarning gavjumligini aytmaysizmi? O'tgan yili ham keluvdim. Unda jiyanim bizani Registonmi, Citymi degan juda chiroyli joylari bor ekan, o'sha yoqqa aylantirgan aytuvdi. Biza Albuxoriyni to'liq aylana olmadik. Juda katta joylar ekan menimcha. Bir kunda aylanib bo'lmasa kerak. Biza 17-30 gacha aylanib, videolarga tushdik, rasmlarga tushib, keyin vatanim Navoiy qaydasan deb Navoiyga qarab yo'l oldik. Meni bir kunlik dam olish kunim haqiqiy dam olish kuni bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tay, opamning nevaralari Parizoda 5 yosh. Momajon deb momasini boshini aylantirib, u yog'idan o'tdi, bu yog'idan o'tdi, xullas momasini olib qoldi. Opamni Samarqandga o'g'illarini uyiga tashlab keldik. Shu o'rinda hindlarning ham rasmini qo'yish joiz deb bilib, rasmlarini qo'yib qo'ydim. Obunachilarim, zerikmadinglar degan umiddaman. Yurakchani qizil qilib, sabshinaga yozishni unutmanglar. Paka-paka.